17 ta mol olganman, 2 tasi sustroq, 15 tasi yaxshi ketyapti desam, aka malni qo'llab ko'ringlar dedi. U yerdan dorini oldim. Yo'l-yo'lakay boshqa aptekadan kirib, qiziqishga so'rab ko'rdim. Menga nima tavsiya qilasan desam, inglizlarning so'zi bor, ishon faqat tekshirib qo'y degan. Muzohid aka, shuncha mol, 50 dan oshiq mol turibdi. Body Force'da aynan bittasiga qo'llaganining sababi nima? Bitta emas, bitta, yani to'netdi, yana bitta qo'ng'irdi. Ikkita molga nima qildi? Ikkov mol yeyishda jicha qiynalish, yedi. O'zgarish keldi, olmadi. Hali teng kelgan mollar ichida ajralib qolar ekan, unaqa mol. Keyin sizlarda o'sha nimalarga bosh do'koninglarga borib sotuvchi yigitdan masaka bo'lyapti-ku, 17 ta mol olganman, 2 tasi sustroq, 15 tasi yaxshi ketyapti desam, aka malni qo'llab ko'ringlar dedi. U yerdan dorini oldim. Yo'l-yo'lakay boshqa aptekadan kirib, qiziqishga so'rab ko'rdim. Menga nima tavsiya qilasan desam, aka men Body Force'ni ishlatib ko'ring dedi. Endi haliga to'g'risi ko'p hayvon boqayotgan odam, hali inglizlarning so'zi bor, ishon faqat tekshirib qo'y degan. Shuning uchun aka yo'l-yo'lakay u do'konga ham kirdim, yo'limligi uchun kirib turib, "Masaka menga qanaqa nimani tavsiya qilasan? Ikkita hayvonim sal olish qiyinroq bo'lyapti. Yemishi bir xil hamma yo'g'i." Desam, shuni taklif qilaman deydi. Bo'ldi demak, o'zimda bor. Kelib qildirdik. Mana o'sha yo'riqnoma asosida necha kun qilinadigan bo'lsa, o'sha aytilganini 3 marta qildik. Xudoga shukr, hozir mana bo'ylari ham yetib oldi bir-biriga, o'ziga nima yuqishi ham yaxshi bo'lib qoldi. Xolos ko'pchilikka tavsiya qilib qolamiz. Bu narsani 25 kiloga 1 grammdan hisoblab, har 14 kunda 4 marotaba tavsiya qilinadi, xudo xolasa. Albatta obuna bo'lishni unutmang.